Nimagadir oxirgi paytlar Malibuchilar Malibusini sotib oldimga BYD Han so'rab kelyapti. Menimcha BYD Hanning mazasini endi tushunib yetyapti. Mana bitta yana zo'r kelib qoldi. Afitsani dilerdan olingan 3.9lik ikkita matolik eng puli. Bitta ukam obzor qilib berib. Bu BYD Hanimiz 2023-yilda Afitsanni dillerdan olib bir qo'l minilgan mashina ekan. Mashinaning kraskalari top-toza ekan, bir tomchi ham kraskasi yo'q ekan. 77 ming kilometr masofani bosib o'tgan, 94% batareyka yomkisi turibdi. Batareyalarda umuman muammo yo'q. Tekshirib oldik o'zimiz. Polni navorat qilingan ekan mashina, ko'rib turganingizdek, kuzi polni qop-qora poliuretan broneplyonkadan qilingan ekan. Tomlargacha bron qilingan, hamma yoq 100% bron bilan qoplangan, kraskalari aytganimdek top-toza. Polni nak paketda Black Edition, Black pianolargacha qilingan, даже diskalarigacha qoraytirilgan ekan. Perforatsiyalik opor diskalada Brembo tormozli sistema, to'pda yumshoq balonlar. Akalar mashina haqiqatda zo'r, oldi laboyda ham tosh tushgan joylari yo'q, ko'ngilda xira qilayotgan joylari yo'q. Kurgoy tonirovkaga ruxsatnomalargacha bor. Bisklichoy slipoy 360 salonni ham qaranglar, shikolat rang, korичневый deydi. Korичневый degani ikki xil rang tushuniladi. Lilanikini ham korичневый, endi buni bu shikolat rang salonlarda Xidab displey, Abduf abagriflari bor, ruscha, o'zbekcha tekstlarigacha bor, master akkauntlarigacha ulasanglar bo'ladi. Mashina aytganimdek juda ham zo'r sostoyaniyda turibdi. Orqalarini ham qarasanglar bo'ladi. Orqadan upravleniya qilayotgan monitorlar, polna biznes klass sidiniyani o'zini ham oldinga orqaga qisanglar bo'ladi. Salonlar ham matoviy bo'lib turibdi. Laminatsiyalarga qilingan. BYD Han 3.9 sekundda 100 ga chiqayotgan eng full varianti 610 km zapas qodiga ega, 350-400 km bemalol yurib beradi. Sport rejimda yursanglar ham. Orqa faralari o'sha arqonsimon faralarda restyling varianti bu 2023 Afitsani dillerda garantiyalari ham turgan ekan. Narxiga kelayotgan bo'lsak 27900 ga egalarni ko'ndirib qo'ydim. Pastdagi raqamlarga telefon qilib baraka qilib olsanglar bo'ladi. E'tibor uchun rahmat. Salomat bo'linglar.